Do'stlar, O'zbekistonda yangilik yo'lda tillasida turibmiz. Mana biz ham ixtiro qilib ishlatib ko'rdik. Haqiqatan zo'r muzdek havo chiqaryapti. Mana suvni haydab bu yerdan suv kelyapti. Bu yoqda mana oddiy somon qo'yganmiz. Suv aylanyapti, muzdek havo chiqyapti. Mana bu yoqdan havo kiraveradi. Biz buni tekshirib ko'rdik. Mana gradusnik bilan oddiy shabada haydaydigan havasi bilan buni havosini jirasini tekshirdik. Ancha bu sovuq havo haydayapti. Aslida bu video bu haqda emas, inkubatorlar haqida. Hozir sizga inkubatorlarni ko'rsataman. Mana inkubatorlar. Xo'p, sizlarga inkubatorlarimizni tanishtiraman. Bu 528 talik inkubator, 6 etajli bo'ladi. Har biriga 88 tadan tovuq tuxumi sig'adi. Bunisi almashaveradi. Xohlasangiz bedana tuxumdan g'oz, tuyoq suv tuxumiga davr qo'yadigan postavkalarni qo'yib, qolagan parrandani ochirsangiz bo'ladi. Bu polni avtomatiki termoregulyator 218 dan qo'yilgan. Eng yaxshisidan mana tovuqqa o'rdakka qo'yib qo'ysangiz, xohlaganingizga qo'yib qo'ysangiz, o'zi graduslarni kuni kelganda tushirib ko'tarib boshqaraveradi. Korpusi sendvich paneldan bo'lgan. Bizda boshqachalari ham bor. Mingtaligi ham bor. Mana mingtaligi 12 ta tuxum kiletga sig'adi. Har biriga 2 etajdan mana qo'yilgan. Tagiga yashiqlari ham bor. Tuxum kiletchadan tashqari yashiqlarini ham beramiz. Ochadigan kuni kelganda yashiq qolib qo'yib, ochirsangiz bo'ladi. Raddomi ham o'zida. Keyin 2000 taligi bor mana, 3000 taligi bor, 5000 taligi bor mana. Tayyor, xudo xolasa, yana 1000 talik, 15000 taligimiz ham tayyor bo'lib qoladi. Kimga kerak bo'lsa, mana 15000 talikka mana bu termoregulyatorni qo'yamiz. Juda ham og'ir, zo'rg'a ko'tarib turibman. Mana ochib ko'rsataman. Mana hozir buni ochib ko'rsataman. Mana bu yerda alohida relilari bor. Bu ancha-muncha katta to'klarni ko'taradi, lekin bunda uncha katta to'k ham yo'q. Mana kitoblari bor. Eng ishonchli termoregulyator. Bular qimmat turadi. Buni mana yonboshiga o'rnatib beramiz. Maza qilib, xotirjam ishlatib olasiz. Aytaverasizlar, jo'natib yuboramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bor, pullik. Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham chiqarib yuboryapmiz. Bunisi 5000 talik. Bunisi tayyor. Xudo xolasa, mana tuxum teradiganlarni shunday solinadi, yashiqlarni solinadi, kimga kerak bo'lsa shuni jo'natib yuboraveradi. Suv ichida parlaydigani bor, paployisi bor, avtomatik suv to'lib tura oladi o'zi. Mana bunaqasiga har bir etajiga 6 ta tuxum kiletga sig'adi. 6 tadan 10 ta, 60 ta tuxum kiletga sig'adi. 60 tani 88 taga ko'paytirib olasiz, 5000 tadan oshib tovuq tuxumi sig'adi. Mana 250 talik inkubatorlar, buni avtomatiki 500 talik bor bitta. Bu ham mana 350 taligi, yana 250 talik, mana 350 talik tayyor. Kelaverasizlar, kimga kerak bo'lsa, manzilimiz Andijon viloyati Jalag'o'd tumanida. Buni tepasiga mana shit qo'yganmiz, bemalol tepasini ochib, remont qilgani boshqaga yoki pul kerak emas payt qulflab qo'ysangiz hech kim ocha olmaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.